Lev Nikolayevich Tolstoy. Rus madaniyatini dunyoga tanitgan, yer yuzida yashab o'tgan yozuvchilarning eng ulug'laridan hisoblangan kishilar. Lev Tolstoy. U kishi umrining oxiriga borganda aytgan so'zlari, qilgan ishlari, fe'llaridan ana shu davrdagi jamiyat u kishini tushunmagan. U kishini tushunmagan. Shunda Tolstoy shunday deydi. Bir toifa kishilar meni espas, ahmoq deyishyapti. Yana bir toifa esa lahma, mistik bo'lib qopti bu odam deyishyapti. Hukumat kishilari esa revolyutsioner deyishyapti. Ya'ni meni hech kim tushunmayapti. Bu narsa men uchun og'ir, tan olaman. Shuning uchun menga u Muhammadga ergashganlardan deb qaranglar, hamma narsa chiroyli bo'ladi. Nima